Assalomu alaykum. Qarshi shahridagi prezident maktabiga xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi 4199-sonli qaroriga binoan Qarshi shahrida Prezident maktabi tashkil etildi. Maktabning rasmiy ochilish marosimi 2021-yil 11-oktyabrda bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaxsan ishtirok etgan. Bu yerda O'zbekistonning eng iqtidorli o'quvchilari zamonaviy sharoitlarda tahsil olishmoqda. Keling, unda Qarshi shahridagi Prezident maktabida yaratilgan qulay shart-sharoitlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yer maktabning kirish qismi bo'lib, har bir tashrif buyuruvchi xavfsizlik tekshiruvlaridan o'tadi. Maktab ichkarisida esa tartib va xavfsizlikka alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu maktab loyiha qiymati 78 milliard 200 million so'mni tashkil etadi. Maktab internatida o'quvchilar haftaning 5 kuni davomida o'qiydi. Ular bepul ta'lim, 5 mahal ovqat, bepul maktab formasi va bepul yotoqxona bilan ta'minlangan. Prezident maktabi o'quvchilari erishayotgan yutuqlar yildan-yilga oshib bormoqda. Yorqin misol sifatida Ibrohimov Humoyunbekni aytish mumkin. Hammaga salom. Men Ibrohimov Humoyunbek, Qarshi shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Men 10-sinfligimda SAT xalqaro imtihonda 1530 ballni qo'lga kiritdim. Bundan tashqari FA xalqaro iqtisod olimpiadasida kumush medal sovrindori bo'ldim. Men bu yutuqlarning barchasi uchun Prezident maktabida yaratilgan sharoitlarni sababchi ko'rsata olaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Shog'irg'im Mirzo Xudoyqulov. Hozirda Qarshi shahridagi Prezident maktabida o'qiyman. Men 8-sinfda IELTS imtihonidan 7,5 ballni qo'lga kiritganman va 9-sinfda SAT imtihonidan 1540 ballni qo'lga kiritganman. Va bu ballarni qo'lga kiritishni maktabning roli juda katta va kelajakda UPenn, Brown kabi universitetlarga topshirish niyatim bor. Maktabimda bu akademik salohiyatdan tashqari bizga har xil mashg'ulotlar ham beriladi. Misol uchun kamondan otish, suzish yoki chavandozlik va futbol, voleybol, basketbol sport turlaridan to'garaklar mavjud. Bundan tashqari bizning maktabimiz musiqa va drama to'garaklariga ham katta e'tibor qaratadi. Bu albatta bizga kelajakda universitetlarga kirish uchun juda ham yaxshi ekstrakurikulyar vazifasini bajaradi. Prezident maktabida o'quvchilarga xorijiy o'qituvchilar ham jalb qilingan. Janob George bilan suhbatlashamiz. Okay, my name is George Amolo, a biology teacher in Kashi PS. I'm a Kenyan citizen and I've been here for the past, this is my 10th month. But teaching biology, I've taught biology for the past 15 years. Most of my teaching career was in Tanzania and some in Kenya, and then later on I came here. So what I found out here is that students are so eager to learn, and in biology we teach them a lot of things, starting from the studying of cells to how living things interact with the environment. We do a lot of practical here, testing what is present in your food, studying about the cells, using microscopes, which I've just taken out here. They study the cells and then draw it, label. And then students also do a lot of projects in the room. You can see they do a lot of poster, explaining what they learn in class. They can do models, and then that one helps them to deepen their knowledge and their understanding of the subject. Thank you very much. Welcome. Nice to meet you. Thank you for your time and information. Bu esa fan laboratoriyalari bo'lib, bu yerda o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlashadi. Qarshi shahridagi Prezident maktabida Filippin davlatidan kelgan Anna xonim o'qituvchilik qiladilar. Good morning. I'm Miss Anna from Philippines, teaching AS&A chemistry here in Karshi Presidential School. I've been here since 2022 October, and what I can say about my students, they are good, they are excellent, and I enjoy teaching them. I wish them good luck on the upcoming external exams. Biz hozir maktabning robototexnika xonasidamiz. Bu robototexnika xonamizda o'quvchilar uchun o'zlari yasashlari, o'zlari kodlashlari uchun sharoitlar yaratilgan va robototexnika xonamizda ko'plab jihozlar, xususan 3D printer va kompyuterlar bor va ikkita o'qituvchi, mutaxassis o'qituvchimiz bor. Ular bizga kodlashni va o'sha konstruktorli, ya'ni yasashni o'rgatishadi va bular hammasi o'quvchilar tomonidan yasalgan.
Kutubxona bilim manbai. Bu yerda o'quvchilar darsdan tashqari ham o'z bilimlarini chuqurlashtirish imkoniyatiga ega. Bu kutubxonada nafaqat badiiy adabiyotlar, balki xorijdan keltirilgan STEM yo'nalishdagi Cambridge darsliklari ham bor. Va bu yerdagi kitoblar 1 milliard 300 million so'mdan ko'proq qiymatga ega. Bu kutubxonaning ichki qismi hisoblanib, bu yerda o'quvchilar bilan loyihalar ustida jamoaviy ishlaymiz. Bundan tashqari, xohlagan o'quvchilar bu yerga kelib, birga dars qilishsa, bir-birlariga o'rgatishsa ham bo'ladi. Bu esa maktabning vatanparvarlar xonasi. Bu yer esa Prezident maktabining oshxonasi bo'lib, o'quvchilarga davlat tomonidan 5 mahal ovqat bepul taqdim etiladi. Prezident maktabi oshxonasida nafaqat ovqatlanish joyini, balki o'quvchilarning sog'lom o'sishi uchun yaratilgan muhitni ham ko'rishingiz mumkin. Prezident maktabi to'laqonli yashash sharoitlarini yaratgan. Bepul oshxonadan tashqari, o'quvchilar 5 kun mobaynida bu yerda yotoqxonada zamonaviy talablarga javob beradigan sharoitlarda yashashi mumkin bo'ladi. Maktab yotoqxonasi 3 qavatdan tashkil topgan bo'lib, 168 o'quvchi o'rniga ega. Bu yerda shuningdek xorijdan kelgan o'qituvchilar uchun ham 15 o'rinli shinam mehmonxona joylashgan. Yotoqxonada sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etiladi. Maktabda jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor qaratiladi. Har bir o'quvchi o'z salomatligini mustahkamlashi mumkin va maktab o'zining ichki suzish havzasiga hamda ichki sport zali va tashqi sport zaliga egadir. Qarshi shahridagi Prezident maktabida o'qish istagida bo'lgan talabgorlar yoz oyida bo'lib o'tadigan 2 bosqichli imtihon testlaridan eng yuqori ballarni qo'lga kiritib, 24 talik o'quvchilar safidan joy egallashi talab etiladi. Maktab har yili odatda 5-sinfga o'quvchilarni qabul qiladi. Kirish imtihonlari matematika, tanqidiy fikrlash va ingliz tili savollardan tashkil topgan bo'lib, 2 bosqichda amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.